Assalomu alaykum hurmatli haydovchilarimiz va obunachilarimiz va Behruz uz obunachilari. Mana bugun xudo xolisa yana bir yaxshi niyatda sizlarga Jag GS6 va Jag G7 avtomobilimizni chiroyli obzorlarini qilib beraman. Umarim bu video sizlarga ma'qul keladi degan umiddaman. Hammalarga shunday uy-joylar qurib, shunday uy-joylarda bir to'ylar qilib, shunday yangi mashinada mashinalarni olib minish va shu mashinada xizmatlarni qilish yaxshi yo'liga nasib qilsin. Umarim video yoqadi degan umiddaman. Iloji boricha bu videoni do'stlaringizga yaxshi niyat qilib yurgan akalarimizga, opalarimizga bir jo'natib qo'yinglar. Like, kommentariy bilan poddeska qilib turinglar. Qo'ldan kelgancha sizlarga yaxshi narsalarni tavsiya qilib, chiroyli videolar chiqarishga harakat qilaman. Faqat Behruzga obuna bo'lib, like bilan poddeska qilib turinglar. Sog' bo'linglar. Ko'rib turganingizdek, bugun Qarshilarda Jag rasmiy dilerdan Jag G7 va Jag GS6 ni chiroyli obzor qilib beraman. Undan oldin bitta narsani chiroyli qilib niyat qilinglar. Mahallamizga bitta e'tibor qilinglar. Shu yerda arig'ida suvli oqibatda shaldirab, haqiqatan juda fayzli, barakali mahalla ekan. Juda xurmalar, meva-chevasi juda shunday shu darajada solganki, juda chiroyli bo'libdi. Ilohim hammalarga shunday chiroyli mahalladan uchastkalar qurish, shunday uy-joylar qilib turib, xudo xolisa yaxshi to'ylar qilish, xudo xolisa yaxshi mashinalarni olish hammalarga yaxshi ko'riga nasib qilsin. Shu videoni ko'rayotgan bo'lsanglar, chiroyli qilib niyat qilinglar va xudo xolisa yaqinlaringizga jo'natib qo'yinglar. Balkim ularga yaxshi kunlariga shunday mashina, shunday uy-joylar qurish nasib qilsin. Xo'p, hurmatli haydovchilarimiz, men sizlarni kutilmagan holda bu mashinamizga juda chiroyli hozir skidka berilgan va yaxshi mashina bo'lgani uchun men sizlarga tavsiya qilib o'zim ham obzorga chiqdim. Xo'p, ko'rib turganinglar Jag G7, bu mashinamiz Jag GS6 hozirda nalichida sotuvda tayyor. Ko'rib turibsizlar, oq qora ranglari bor bu mashinamizda nalichida. Yonishlarini ham bitta ko'ringlar, juda o'zgacha yonadi. Hozirda bu mashinamizni solishtiradigan bo'lsa, men shaxsan o'zim naqd pulim bo'lgan bo'lsa, Tracker o'rniga Jag GS6 olardim. Nega desanglar, bu ham 1.5 turbina motor, benzinda, elektromobil emas, shot spravka bilan chiqib ketadi. Undan tashqari bu mashinamizga taka 50 million skidka berildi. Men o'zimni Yangiyo'ldanman, Toshkent Yangiyo'ldanman. Xuddi shu mashinani bir akamizga qilib berganman, qarindoshimga 330 millionga sotganman. O'zini qora rangidan qilib berganman. Hozirda bu mashinamizga normal skidka berildi. Narxini oxirida aytaman. Nega desanglar, sizlar olayotgan mashinalarni bitta avval ko'ringlar. Va oxirida narxini aytaman. Qani arzirmi ekan? Maylimi? Xo'p, bo'lmasa zatullo videoni G6 dan boshlaylik. Ko'rib turganingizda Jag GS6 bu mashinamiz 1.5 turbina motor bo'ladi. 178 ta ot kuchiga ega. Bu mashinamizga bemalol propan ustunak qilsanglar bo'ladi yoki benzinda 92-95 ga qo'yib bosib yursanglar bo'ladi. Ko'rinishlari haqiqatan zo'r. Ya'ni shu narsani aytaman, bizani hozirgi yo'llarimizga Jeep menimcha yaxshiroq variant deyman. Balonlarimiz ham 18 balon bo'ladi. Balonlarimiz juda yumshoq. Balon almashtiraman demislar. Hadovoylari ham menimcha Tracker'dan yumshoqroq bo'lsa kerak. Shaxsan kelsanglar, o'zingizlar ham test-drive qilib ko'rsanglar ham bo'ladi. Tracker ham hozir narxini so'rasangiz, pashti 300 millionga yaqin Tracker ham. 270 millionmi, 280 million atrofida. Undan ko'ra ko'rinishi ham boshqacha buni, G6 ni. G6 dan bosinglar. Xo'p, nega G6 dan olinglar deyaptim? Bu mashinamizda funksiyalari juda ko'p. Misol uchun, illo o'zingizlar erkak kishiga emas, ayolingizga ham yaxshi niyat qilib sovg'a qilsanglar bo'ladi. Haqiqatan zo'r mashina, qiynalmasdan minadi. Xo'p, bakoylarimiz o'zi yopiladi, ko'rib turganingizda, yoningizga mashina yaqinlashganda signalizatsiyalar ham beradi. Xo'p, mana bismillah deb ichini ochdim. Keling zatullo, bitta ko'rsating. Xo'p, ichlarini ko'rib turibsizlar, men narigi tomonga o'taman bitta. Hatto mashina sifat jihatdan ham juda zo'r. Mana eshikning ochilishlari ham haqiqatan baquvvat qilib ishlangan, hatto shu darajada kojin ishlatilgan, juda chiroyli qilib. Tarpetkalarimiz ham kojin qilingan, juda baquvvat qilib ishlangan. Ko'rib turibsiz, ekranlarimiz ham juda katta, splashni tushgan, cho'tki qilib. Mashinada hamma narsa zo'r qilib ishlangan. Sidenlari ham yopishib qoladi odamga, shunday tellatmaydigan, cho'tki kojin sidenlar qilingan. Hatto barlarimizda muzlatgichlar ham bor. Bemalol suvlarni qo'yib, muzlatib, yana ichib ketsanglar ham bo'ladi. Xo'p, undan tashqari shu yerda svetlarimiz yonib turadi. O'zining chiroyli svetlari bor. Konditsionerlar cho'tki ishlaydi. Bunda ABS tormoz u narsalar bor. Rullarimiz gidravlik rul bo'ladi. Undan tashqari rullarimizda ham hozir men o'zim o'tirib ko'rsataman sizlarga. Rullarimizda ko'rib turibsizlar, pamitli sidena bor. 360 kamera bor. Panoramik luk. Yana nima kerak akalar? Yangi mashina, shot spravka bilan naqdli avtokredit qilsanglar bo'ladi.
rollarimizni ko'rib turibsizlar. Rollarimiz multirol bo'ladi. Bemalol pastga tepaga regulovka qilsanglar bo'ladi. Hattoki o'zingizga tortsanglar ham bo'ladi, ichkari kirgizib qo'ysanglar ham bo'ladi. Zavetdan qilib ko'ramiz. Hadi bismillah. Yaxshi niyat qilganlarga shunday uy-joylar, shunday yangi mashinalar yaxshi kunga nasib qilsin. Mashinamizni hozir zavat qildik. Rollarni ko'ribsizlar, juda yumshoq. Hatto o'zimga ham juda yomon yarashadi. To'g'rimi? Xo'p, rushnoyimizni ko'rib turibsizlar. Bu skorosimiz. Zadniga urdim. 360 kamera bor. Ko'rib turibsizlar. 360 kamera. Polni yon tomonlari ham ko'rib turibdi. Shunday partronniki bossam, partronnik debman. Parkovkaga qo'yganimda o'zi avtomatik rushnoylari ham ko'tariladi. Keyin xohlagan tomonlarga o'tkazsanglar bo'ladi. Ya'ni ayollarimiz ham bemalol haydasa bo'ladi bu mashinamizni. Ko'rib turibsizlar, ichki salonlari ham keng. Bemalol ko'zlik ochki-pachkilarni qo'ysanglar bo'ladi. Panorama luk ko'rib turibsizlar, luklarimizni ham ochib qo'yganmiz. Airbaglari ham juda ko'p xavfsizligingiz uchun. Xo'p, bundan tashqari kelamiz orqasiga. Orqa tomonlari ham polni kojinli sidena bo'ladi. Mana ko'pchilik pastda hamma mashinada bor. O'zini bemalol patskanlari bor, qo'yib yoki qo'llaringizni qo'yib bemalol uzoq yo'lga chiqqaningizda ketsangiz bo'ladi. Orqa tomonlariga ham narsalar solib qo'ysangiz bo'ladi. Orqa tomonlarda ham konditsioner va telefon uchun zaryadka jihozlari ham bor. Xo'p, orqa tomonlarda ham airbaglari bor. Undan tashqari, mabodo sizlar bozor o'chog'iga kirdinglar, qo'lingizda yuk bor. To'g'rimi? Hamma ko'p bo'ladigan narsalar. Endi ko'pchilik qo'lda ochadi. Qo'lingizda narsangiz bo'lgan payt shu yerda sensori bor. Oyog'ingizni shunday qilsangiz, o'zi avtomatik ochadi, ko'rib turibsizlar. Men shu tomonlari juda yoqdi. Undan tashqari ko'pchiligimizda yosh bolalar bor. Qo'lini qo'yib qo'ygan payt qisib oladigan vaziyatlar ko'p bo'lib turadi. Buni shunday bosasizlar, o'zi sensori bor, avtomatik orqaga qaytib ketadi. Ya'ni yopilmaydi. Undan tashqari keling. Masalan, bankir akalarimiz bor yoki o'qish ketayotgan ukalarimiz bor yoki bir otaxonlarimiz bu narsasini do'ppi yoki bir oq ko'ynalarni qo'yman desa, bemalol 5-6 kilo yukkan ko'taradi bu yoq tepasi. Undan tashqari bagajimizni ko'rib turibsizlar. Xohlasangiz shunday cho'nqir qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Ko'proq yuk ortaman desangiz-da endi. Xohlasangiz shunday qilib birinchisiga qo'yib qo'ysanglar ham bo'ladi, tekis qilib. Bunga cho'tki qilib propan ham o'rnatsanglar bo'ladi. Pastda mana zapaskasi bor, damkrallari ham ichida. Xo'p, endi men bu mashinani ma'lumotini berdim. Bu mashinamizga aytganimdek 50 million skidka berildi. Va 50 million arziydigan pul emas, pashti Matiz olaman desalar yoki Spark beradi 50 millionga. To'g'risi-da? O'shani puliga skidka berildi. Farlarni ko'rib turibsizlar, quplaganinglarda ham ikki tomondan kelib yopiladi. Oldidan ham xuddi shunday yopilib ochiladi. To'y hashamga borganingizda ham bilinadi-da, nima markaligi buni. Xo'p, Trekkroniki men sizlarga bemalol buni tavsiya qilaman. Keling, shu oldidan ham bitta ko'rsataylik, izzatulloh. Bu mashinani xarid qilaman desanglar, 90 069 20 20 ga aloqaga chiqinglar. Ismim Behruz. Chiroyli qilib xizmatlarni qilib beraman. Xo'p, ko'rib turibsizlar, podsvetkalar polni yonib turibdi. Quflagan paytingizda ham shunday yonadi. Ko'rdinglarmi? Xo'p, endi men buni narxini aytaman sizlarga. Bu mashinamiz hozir skidkida 330 million edi. O'sha o'zim tanishim bergandan 330 millionga berilgan. Hozir narajada tayyor. Hozirda skidkida 285 million. 285 millionga shu mashinani olib chiqib ketsanglar bo'ladi. Agar menda naqd pul yo'q, majburiydan avtokredit qilaman aka, lekin shu mashinani dadamga yoki oyimga yoki o'zim mazza qilib mahalla kuyda minib yurmoqchiman deydigan bo'lsanglar, avtokreditga boshlang'ich sug'urtalar ham ichida pashti 98 million bilan chiqar ekan. 98 million bilan shu mashinamizni xarid qilsanglar bo'ladi. Pulingiz bo'lsa 100 million to'lab olib chiqib ketsanglar ham bo'ladi. Xohlasanglar 5 yilga olinglar, xohlasanglar 4 yilga olinglar, xohlasanglar 1 yilga olinglar. Nalejada tayyor. Bemalol tavsiya qilaman. Bu Jack Jazz 6 285 million narxi esingizdan chiqmasin. Xo'p, bu Jack J7 mashinamiz. Ko'rib turibsizlar, buni ham ko'rinishi bitta e'tibor qilinglar. Pashti uzunligi pashti Malibu'da. Akalar. Bu zavodskiy 70% shumka bo'lgan, Germaniya bilan samimiy ishlangan. Ko'rgan bo'lsangiz, Inmarka Maserati'ga o'xshaydi. Maserati mashina ko'pchilik bilsa kerak, mana 300 ming dollarlik mashinaga o'xshaydi. Hozirda bunga normalniy skidka berilgan. Buni ham bemalol tavsiya qilaman, chunki bu ham sinovdan o'tgan mashinamiz. Men shaxsan o'zim yangi yo'ldan juda ko'pchilik meni yuribdi. Xohlasanglar olib borib ko'rsatishim mumkin, muammo yo'q. 12 ta viloyat xohlaganingizga chiqartirib beraman. Yangi mashina, ko'rinishlari ham juda boshqacha, ko'rib turibsizlar. Qora, oq, mokriy ranglari hozir sotuvda mavjud. Bu mashinamiz zavodskiy 70% shumka bo'lgan. Ya'ni misol uchun Mozelani sindirgan mashina shu bo'ladi.
Qo'lingizdan ko'rasizlar, xohlasanglar ustiga chiqib sayrasanglar ham bo'ladi, lekin ichiga kirmaydi. Haqiqatan baquvvat qilib ishlangan. Ichini ham ko'ring, mana eshikni ochilishingizni ham bilsangiz bo'ladi. Ichi ham juda keng. Haqiqatan zo'r mashina. Xo'p, bu mashinamiz ham 1.5 turbina motor bo'ladi. Mana ko'rib turibsizlar. Kojinli sidena, yo'qlar ham kojinli qilib ishlangan, zavodskiy monitori, bunda ham hamma sharoit bor. Hurmatli haydovchilar, rullari gidravlik monitor, bunda ham xuddi shunday pastga tepaga regulovka bo'ladi, faqat kirib chiqmaydi. Mana. Bunda ham skoloslarimiz, mana. Bunda zadniy kamera bor. Bunda 360 kamera yo'q, zadniy kameramiz bor. Partronik signalizatsiyasi bor. Rullari juda yumshoq. Bu mashinamizni haqiqatan zo'r, akalar. Buni ham bemalol sizlarga tavsiya qilaman. Ichki salonlari keng. Ya buni men yurgan mijozlarim bor. Aloqaga chiqsanglar, qaysi viloyatdansizlar? Nomerini beraman, bitta maslahatlashib ko'rsanglar ham bo'ladi. Muammo yo'q. Chunki bu mashinalarni arzimagan pulga olmaysizlar. Kimdir bu mashina uchun 5 yil mehnat qilgan bo'ladi. Kimdir boshqa davlatga borib mehnat qilgan bo'ladi. Yani osonchilik bilan topilmaydi. Ben u narsani juda yaxshi bilganim uchun, yaxshi mashina bo'lgani uchun sizlarga chiqib tavsiya qilyaptim. Bizda endi bitta ham o'rgangan, misol uchun trekkeri qattiq deyishadi, lekin trekkeri meni yurishibdi. To'g'risida. Gap ochig'i. Ko'pchilik aytadi, rassrochka deydi. Rassrochka bizda yo'q. Bizda pramoy mashinani tan narxidan skidka qilib beryapti. Ko'pchilik rassrochka deb, misol uchun 2 yil, 3 yilga beradi. O'sha foizini oldindan skidka qilmasdan mashinaning narxini qimmat etib bankka berishadi. To'g'risida, gap ochig'ini aytaman. Bizda avtosalon pramoy tanadan minus qilib tashlayapti pulni. Ma'qul kelsanglar qilib beramiz. Hech kimni zo'rlash yo'q. Kelishsin, ko'rishsin, mashina yoqsa olsin. Mana. Buni orqa tomonlari ham keng. Malibu deyapti-ku, Malibu bilan pasti kengligi bir xil. Xohlasanglar shuni shunday yotqizinglar, spalniy bo'lib qoladi. Tushunasizlarmi? Ko'rsatdim uni ham. Hozir men sizlarga spalniy bo'lib qolishini ham ko'rsatdim. Orqa tomonlari ham kojinli. Ko'rib turibsizlar, bu orqa tomondan liftdek qilib ishlangan. Ya'ni ko'targanimizda polniy oynalar bilan ko'tariladi. Zavodskiy kamera, partronik signalizatsiyalari bor. Ko'rib turibsizlar, Jack J7 bu mashinamiz. Narxini hozir oxirida aytaman. Qani arzizmikin sizlar aytasizlar. Xo'p, buni xohlasanglar shunday qilib narsa qo'ysanglar bo'ladi bunga ham. Bemalol oq ko'ynakmi, kitob daftaringlar bormi, bu narsani qo'ysanglar bo'ladi. Sinmaydigan narsalar bo'lsa, xohlasanglar shuni shunday qilib olib qo'ysam mana. Bitta chiqazib ham ko'raman. Mana sizlarga chiqazib ham ko'ring. Men shuncha pulga nima olganinglarni ko'ringlar demoqchiman-da. Mana shunday chiqazib qo'yganinglarda akalar shunday yotqizsangiz spalniy bo'lib qoladi. Viloyatga qatnaydigan akalar mehmonxona qidirib yurmishlar. Shunday bir chekka qo'yasizlar. Shunday yotqizasizlar, 2 kishi sig'adi aka, bemalol. Shu narsani olib qo'ysanglar bo'ldi. Hozir narxini aytaman, voy deb qolasizlar akalar. Men sizlarga yomon narsani tavsiya qilayotganim yo'q. Nega desanglar, garantiyali narsa. Keyin 1 kunlik avtosalondan olmaysizlar. Biz necha yildan beri bu Jack rasmiy dillerimiz, necha yildan beri ishlaymiz. Bu mashinamizda hozir tan narxi o'zi 265 million edi. Hozirda 235 millionga shu mashinamizni olib chiqib ketsanglar bo'ladi. 235 million. Hurmatli haydovchilarimiz, cho'tki inomarka mashina xarid qilyapsizlar. Ko'rib turibsiz, zavodskiy 70% shumki bo'lgan. Yaxshi mashinani sizlarga tavsiya qilyapman. Hech kimni zo'rlash yo'q. Ma'qul kelsa 90 069 20 ga chiqinglar. Shaxsan o'zim xizmatlarni ham cho'tki qilib beraman. Ko'pchilik aytishi mumkin, bizga borib qayerga boramiz, bizga kim qaraydi deyishinglar mumkin. Chunki viloyatdan ko'p mijozlarim keladi. Agar viloyatli mijozlarni ko'rib turgan bo'lsa, sarson bo'lmaysizlar, bundan bexotirjam bo'linglar. Kelishingizdan oldin aloqaga chiqib qo'yinglar. Behruz, men kelyaptim. Menga shu mashinadan xudo xolis qilib bering, chiroyli qilib desanglar aka, men o'sha kunning vaziyatini aytaman, sizlarga shu mashinani qilib beraman, xudo xolis. Faqat aloqaga chiqinglar, Telegramdan lokatsiyani tashib beraman. Agar avtokredit qilib oladigan bo'lsanglar, kim nomiga chiqadigan bo'lsa, pasportini tekshirib ko'ramiz. Ma'qul kelsa, shu odam keladi, mashinani chiroyli qilib chiqartirib beraman. Men sizlarga yaxshi narsani tavsiya qilyaptim. Garantiyali zapchastlardan muammo yo'q mashinani tavsiya qilyaptim. Yo'qsa, xudo xolisa, pastki raqamli aloqaga chiqinglar. Shaxsan o'zim nomerimni qo'ydiraman, 90 069 20. Undan tashqari boshqa menejerlarimizdan nomerlarini qo'ydiramiz. Chiroyli qilib xudo xolisa xizmatlarni qilib beramiz. Hammalarga yaxshi kunga nasib qilsa, hatto o'zim shoshib obzor qilyaptim, chunki o'zim ham yaxshi niyat qildim-da. Shunday shu yerdan qaraganda kim xohlamaydi shunday mashinalar bo'lishi, shunday uy-joylar qurishi, shunday joylarda to'ylar qilishi.
Agar shu video yoqqan bo'lsa, tanishili bo'lsa, yaxshi niyat qilib uliga ham jo'natib qo'yinglar. Va obzorlarimizda kamchilik bo'lgan bo'lsa, uzr, kommentariyaga yozsanglar, keyingi safarga chiroyli kamchiliklarni ham to'ldiramiz. Sog' bo'linglar.